Tayanxonning dadasidan qolgan o'gay onasi Gurbasu xon ish. Biz Mo'ng'ullarni top buraydi debdi. Ey, menga nima ish qilmaydi, ha? Qag'anim, bunda qilaylik. Uni bulab kelgandan keyin Tina Hammadinbek buraydigan birisiga beraylik qandaq, ha? Ey, qurchi, sen bek buraysan ku deyman, ha? Menma? 30 xotinning qatorida sana bersam qandaq. Ay, menga bo'lmaydi. Jurchatay tog'amning badini Hammadinbek buraydi. Ishonmasanglar, furab yiqinglar. Tina, furab yiqinglar. Bo'ladi. Gurbasu xotin Jurchaday tog'ining bo'ldi, ha? Yaxshi. Naymanlarning Tayanxoni elchi avatib, O'ng'utlar bilan birlashib, bizni jazolamoqchi bo'pti. Lekin O'ng'utlar meni Ulug' Oltin xonligining cho'ng amaldori deb qaraydi ekan. Nima? Qolganimiz Ulug' Oltin xonligining amaldorimi? Ey, unutib qaldinglarmi? 8 yil ilgari Oltin xonligining vaziri O'yinshong menga javob qo'y, yana har qaysi qabilalarni bir tutash boshqaradigan oqsoqol degan martini berganmidi? Ha, to'g'ri. Shundaq ish bor edi. O'ng'utlarning oqsoqoli meni o'ziga o'xshash Oltin xonligining amaldori deb o'ylag'achqa, Naymanlarning elchisini nazarband qilib, bu ma'lumotni bizga yetkazishga o'g'lini avatibdi. O'tganda Naymanlar Amirxonni o'ltirmoqchi bo'lganda biz ular bilan ilishqan-ku. Ey, sal chog'lama. Tayanxon har qaysilarning sadoqlarini tatib olib, mening nomimni yo'qotmoqchi bo'lib yutdi emasmi? O qeri ayg'irni tutib kelib aqd qilib deydi. Qog'anim, hozir 30 yilga kamchil bo'layotgan seriqtal mezgil. Otlarbek o'riq, ursaqmi kuzda otlar samirganda ursaq bo'larmikin? Atlar o'riq bosni bo'pti. Agar hozir Tayanxon besib kelsa, otlarimiz o'riq deb qarab turibmizmi? Tayanxonni bizni tutib ketishni kutib tursak bo'lmas, biz avval uni tutib kelaylik. Quruq gap bilan shahar og'il bo'lmas degan gap bor. Naymanlar yelkan odami ko'p kuchlik el tursak, tavakkul qilib borsak, Tayanxonni tutib uyatib tursin. Aksincha o'zimizni Tayanxonni tutib bermaylik yana. Bir Mo'ng'ul botiri agar sadoqlarini dushman tatqizib qo'ysa, u eng ig'ir ham chidiqsiz nomus qilib qoladi. Undaq yashagandan ko'ra o'lgan yaxshi. Tayanxon shunday gaplarni qilgan bo'lsa, uni kechirgili bo'lmaydi. Biz cho'qim ularning komandazlarida sadoqlarini tatib olib, nomini o'chirib avval dadasiga yatib bo'lib, keyin o'g'li Tayanxonga yatib bo'lgan, eriga yomonlikdan boshqa o'rgatmaydigan Nayman qarishini tutib kelib, o'zimizga siyir sag'diramiz. Unda qilamisak, o'zimizni jayloq botir hisoblamaymiz. Biz Naymanlar bilan ilishib baqqan. Mayli dastlab hujumda bo'lsin yoki Naymanlardan Amirxonni qutuldirish uchun qilgan keyingi dala urushida bo'lsin, amaliyat isbotladiki, ularning odami rost bizda xeyli ko'p. Lekin hammasi nanqi fikr. Belgitayning degani to'g'ri. O'tganda biz ular bilan ilishqanda, Naymanlar o'zini kuchsizlarga yo'liqsa, to'shqandek taqqa qarab qochir ekan. Bu qitim ular qachonligan taqdirdimi? Qolgan o'rtasi qachamaydi. Tayanxonning o'zini chaqlamay shiltini ishlarga biz chidab turmaymiz. Ular darhol jazo yurish qilaylik. Jurchatay tog'a, pat arada purmaydigan xotinga erishadigan bo'ldingiz, ha? Yaxshi. Mushunda qaysar sarkarlardan tursa, qalbi qaznamasligimizni ansiraydiqmi? Hozir darhol o'yin to'xtatib, Naymanlar bilan qilgan hal qiluvchi jangga tayyorlanaylik.